barcha muammolarni hal qilish uchun Aminoseed kompaniyasi o'zining innovatsion preparatlari bilan sizga to'laqonli maslahatlar va tavsiyalar beradi. Respublikamizning 2025-yilgi ekilgan ekinlarimiz aynan keyingi 2026-yil uchun mo'ljallangan g'alla ekinlarida ayni damda ob-havoning quruq kelishi natijasida juda ko'p dehqonlarimiz tomonidan e'tiborga olinmaydigan bir qancha salbiy jihatlar kuzatilmoqda. Ya'ni namgarchilikning yetishmasligi, temperaturaning yuqori bo'lishi, o'simlikning tez o'sib ketishi va suvsizlanish, shu bilan birgalikda bir qancha zarar kunandalarning ko'payishi va jiddiy zarar berish xavfi ostida turibdi. Aynan bu holat 2024-yilda ham kuzatilgan bo'lib, juda ko'p dehqonlarimiz ekib qo'yib, undagi bu ob-havo, ya'ni quruq ob-havoda o'simliklarning immun tizimini yaxshilash maqsadidagi ishlarni amalga oshirilmasligi natijasida bir qancha zamburug'li kasalliklarga uchrashi va g'alla maydonlarida zang kasalliklarining ommaviy tarqalishiga, bu esa hosildorlikning pasayishiga jiddiy sabab bo'lgan. Bularning asosiy sabablari o'simlik tarkibidagi suvning yetishmasligi, zararkunandalar zarar berishi va ko'payishi, shu bilan birgalikda o'simlik uchun kerakli bo'lgan oziq modda miqdorlarining yetishmasligidir. Hozirgi kunda aynan bu muammolarning yechimi va profilaktik ishlov natijalari hosildorlikni yuqori darajaga olib chiqish imkoniyatini beradi. Aynan issiq, quruq kelgan ob-havo vaqtida suyuq o'g'itlar bilan ishlov berish bu hosildorligingizning sifatiga va hosildorlik rentabelligining ortishiga asosiy omillardan biri hisoblanadi. Va bu boradagi barcha muammolarni hal qilish uchun Aminoseed kompaniyasi o'zining innovatsion preparatlari bilan sizga to'laqonli maslahatlar va tavsiyalar beradi.